$7000 500 kg yuk ko'taradigan labo olgan yaxshimi, $2150 1 tonna yuk ko'taradigan labo olgan yaxshimi? Laboni qotilini ko'rib turibsizlar. Bozorda mashina olgan bo'lsalar, kraskalari bo'ladi. Bu kraskasi 100% tozasidan bo'ladi. Salonlarni bitta qo'ylar jinni bo'lib qolasizlar. Kraskalari asosi zo'ri, tozasidan bo'lar ekan. Qaranglar, 3 ta odam bemalol sig'adi, elektrda harakatlanadi, bitta zaryad bilan 70 km bemalol masofa bosadi. Mana bunday zapaska kalatlarim bo'lar ekan. Mana bunday joyda bemalol boshqaraverasiz. Tesla motor inomarka rollarni qilib qo'ygan. Bundan bemalol qishda issiq, yozda muzda yurasiz. Hatto zaryad bilan 70 km yurar ekan. Ko'rib turibsizlar, videoga alohida ishlab olgan. Hattoki bu 1 tonna yuk ko'taradi mana. Mana shunday qilib bemalol ko'tarsangiz bo'ladi mana. 1 tonna yuk ko'taradi. 90 kilometrdan 6 ta bor ekan, 70 km bemalol masofa bosaveradi. Uy sharoitida zaryad oladi. Bular haqda o'ylagan holatda hattoki mana bunday zapaska balonlari bilan berar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekran ostida nomerlar bilan narxi atigi $2150 dan vodiyning ichiga dastlabki arzon qilib berar ekan. Ekran ostida nomerlar bo'ladi, bemalol telefon qilaverasizlar.